Eshigime savasgan chukun yulduzim qo'rqasqa quyosh kechasi so'rabdi bulutning kayniga mumkin eshigimga menib yo'l bo'ying boraman go'zal manzildan zo'q elib to'xtayman aql chara izlayman qolsa tortish qolish kelib Qaysı bağının gülü sene Vay vay canım almıhane Qaysı bağının gülü sene Beni niçin ettiniz? Ne buldunuz? Birden aramak öyle. Beni nice tıkımı pakarılık ettiniz. Biz müşündaq jabat atsak mı Bay Hocam'dan yukarı özümle karzını kaydıramayız. Berdaşlık vereyle daraza. Bu il kevezbek oldu. Çokum yaxşı bahat satalayız. Bay Hocam'dan pulunu kaytırdığa vakit toşup kalay dedik. Vaktini tek çitiyip olanmadık. Dadam ben de sizlerge üzüm evetti. Dadağına rahmet oğlu. Erzimeydi. Bu yıl üzümdün molosu lağın okşumamsızlar. Bu yeni üzgen üzümle sizlerini titpaksın hep ekeldim. Biz bu yıl üzüm yiyemeydik okşayımız. Neymiş kal? Biz Bay Hocam'ga qarzlar edik. Qarzını qaytırığa vaqt toşup qaldı. Bu yıl paxtını vaqtida yığanmadık. Qarzını qaytıramaydık okşayımız. O işlerini oylamay. Üzüm yiyen var. Tatlı gel. Tatlı gel. Bu qarz ösüverdi biz. Bay Hocam. Sıra bu yana. Onda da nerede? Onda da Bay hocam senin bu yere kaç zaman düşürüp geldi? Nasıldır? Senin bu yerde işin yok. Tezde pulunu qaytırış hadi vaqt toşudu. Bay hocam bizga bir necha kun möhlat bersizlar. Biz yiyip ketkinimizden belimizni mi alamayotimiz? Sizlarchi men harmadim ha. Men oshish yiroq yerdan sizlarning yiniqlarga keldim. Bay hocam
qarslar ulardek yerib ketibdi. Bir necha kun surpamamdilar. Vaqtni surish mumkin emas. Men boshqa qulog'i bor emas. Tez pulni qaytarish. O'g'lim, mana. Boyxo'jamning qarzining ismi yuqori tursa, biz qanday qaytirib olamiz? Deyman. Obdan o'ylanib baqay. Dada, 12'den keyin 13 gelmemdi. Kela, qo'lingni kela. Billi saqlayli, ha? Billi saqlay. Voy. Allah görüm. Bayxo'jam, Nasırda? Bayxo'jam, neni yushiryapsizlar, ha? Bo'ldi. Neni yushirdilar, ha? Bayxo'jam, Nima ishing bor? dehqonlar paxtani setib bo'lgandan keyin pullarini qaytarsa deb o'tinib kelgan edim. Sen meni qarz qaytirish vaqtini so'radigan ahmoq boy chaqlab qolganmi? Men bunday ahvolni ko'rib boqmagan. Nasirdan sizlarning uyda uzum bormi? Uyda o'zim ko'p. Dada, Nasirdan bir sevat uzum akilib bersa, uning qarz qaytirish vaqtini surib beraylik. Dada. Bo'lmaydi o'g'lim, biz degan boy oila. Xohlagancha qarz qaytirish vaqtini sursak hargiz bo'lmaydi. Unda bo'lsa qanday shartlari bor? Buni men obdan o'ynab baqay. Çay tepildi. Qarz qaytirish vaqtini sursin, sen avval meni egildi. Egildi? To'g'ri. Meni egildirsan, men ularning paxtini setib bo'lgandan keyin qarzni qaytirishib qo'shilaman. Bo'ladi, shart bo'ldi. Nasirdan, sen aqlli qo'y. Sen egildirsan, sening kalimingga qo'shilaman. Qanday? Bo'ladi. Agar o'rindayamsan, men uchun 1 yil ishlaysan. Qanaqamisa? Meni hech kim egildirmaydi. Beni egildiram dikanmiz. Bu talab bek xalit ekan. Boy qandoqla joylab chiqqandi? Bu oson ish-ku. Dadam har kuni egiladi. Eng oddiy ishlar hamish qiyin bo'ladi. Dadang qanday ahvol ostida egildi? Dadam hisobot qilganda egiladi. Hisobot qilganda nimishqa egiladi? Dadam hisobot qilganda putining barmog'ini sanaydi. Sen dadamdan naqadar aqlli ekansan. Ha? Albatta. Taqdir. Bayxo'jam, mushunda qisini men ko'ralamdilar. Nima ishing bor tezda, ilgarlik qilmay. Egilvomislar, g'adivomislar, yerib ketadilar. Baylar ko'kligini kerib yuradi. Ayta, meni egildirgan bir amal topdingmi? Ya, topdim Bayxo'jam. Bizning oilamiz sizga qanchalik qarzdordir, shuni so'rab baqaytib kelgan. Uyinglarni qanchalik bo'lsa shunchalik olaman, lekin baribir 1 yillik o'zimigimi yetmaydi. Undaqda zodi qancha pul, ha? Nechi bo'g'inni men bir hisoblab baqsam bo'ladi. Esla Bayxo'jam, pullarni qaytirish oson bo'ladi. Hozirma. Esla. 10 10 tanga mikan? Mumkin emas. Tek sanab bo'laman deb jib tur. 11. Nasirdan, tas qoldim sana oldinib qolg'in. Meni egildirmoqchimi? Undan qolsan emas. Sen ketaverin. Men hisoblab bo'lib sana aytib beray. Meni egildirman deb ham xiyol qilma. Asirmiga Nasirdan biz cho'qim taqobil tura olamiz. Ishqisi yo'q Nasirdan. Sen bizga yordam qilding. Biz sendan minnatdor. Agar mumkin bo'lsa, boyning beshini to'piq qilsin deyman.
Kuz kelganda boyning beshidan mevalar unib chiqsa, kim shu mevalarni yesa boyga o'xshash dot bo'lib qoladi-da.